Arbeloa Real da Xabi Alonso davridagi mashg'ulotlar tizimini o'zgartirdi. Real Madridning yangi bosh murabbiyi Alvaro Arbeloa Xabi Alonso davrida amal qilgan mashg'ulotlar tartibiga o'zgartirish kiritishga qaror qildi. Bu haqda Marca nashri xabar bermoqda. Endilikda qirollik klubi a'zolari Chempionlar Ligasining safar o'yinlaridan oldingi so'nggi mashg'ulotni raqib mamlakati hududida o'tkazishadi. Ushbu yangi tartib zudlik bilan amaliyotga tatbiq etiladi. Seshanba kuni 27 yanvar tongida madridliklar ECHL 8-turi doirasidagi Benfica qarshi bahs uchun Lissabonga uchib ketishadi va kunning ikkinchi yarmida Dalush stadionida chigal yozgi mashg'ulotlarni o'tkazishadi. Qayd etish joizki, sobiq murabbiy Xabi Alonso o'yinoldi mashg'ulotlarini Madridda o'tkazishni ma'qul ko'rar va raqib stadionidagi ishtirokni cheklar edi.